kanalimiz kuzatuvchilar, bugun siz bilan yer haqida bilimlarni yanada boyitib boramiz. Endi yerning qutublari mavjud, ya'ni shimoliy qutb va janubiy qutb hisoblanadi. Yerda ikkita qutb mavjud, shimoliy va janubiy qutb hisoblanadi. Endi bularning demak bularning hosil bo'lishiga sabab nimada? Yerning markaziy qismidan o'tkazilgan aylana chiziqni biz ekvator deb ataymiz. Endi ekvatordan barobar uzoqlikda joylashgan chiziqlar bu qutb deb ataladi. Endi bularning hosil bo'lishiga sabab yerning aylanish tezligi ekvatordan qutblarga borgan sari sekinlashib boradi. Yerning o'zi turgan joyda aylanmaydigan ikkita nuqtasi yerning qutublari deb ataladi. Demak, ekvator qutblaridan barobar uzoqlikda o'tkazilgan yer aylanasida o'tkazilgan chiziq hisoblanadi. Ekvatorning uzunligi 40 000 kilometr masofaga teng hisoblanar ekan. Endi bizga yaxshi ma'lumki, yil fasllarining almashinishi nima bilan uzviy bog'liq. Yil fasllarining almashinishiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, yil fasllarining almashinuvi 21-mart sanasida Quyosh, demak, yer o'zining ekvator markaziy qismini Quyoshga tutadi va natijada ikkala yarim sharda ham teng kunlik hodisasi bo'ladi. Endi 21-martdan keyin yer o'zining shimoliy qismini ko'proq Quyoshga tutib aylanadi. Bu to 22-iyun sanasigacha davom etadi. Bu eng oxirgi Quyoshning zenitga kelish chegarasi, ya'ni 23,5 gradusdan o'tkaziladi. 23,5 gradus bizda demak shimoliy tropik chiziq hisoblanadi. To 22-iyungacha, ya'ni hozirgi vaqtdan demak bugungi sanadan boshlab to 22-iyungacha shimoliy yarimsharda kun uzoqligi doimiy ravishda ortib boradi. Bu hodisa 23,5 gradus shimoliy tropik chizig'iga kelgunga qadar davom etadi. Endi 22-iyundan so'ng Quyosh yana janubiy yarimsharga og'ib harakatlanadi. To 23-sentyabr sanasigacha. 23-sentyabr kuzgi teng kunlik sanasi hisoblanadi. Demak, o'shanda ham ikkala yarimsharni bir xil qizdira boradi. Keyinchalik to demak yana janubiy yarimsharga og'ib harakatlanadi-da. Demak 22-dekabr sanasigacha demak asosiy qismi yerning asosan janubiy yarimsharga og'ib harakatlanadi. To bu yerda eng so'nggi zenitga kelish chegarasi 23,5 gradus hisoblanadi. Demak 23,5 gradusda janubiy va shimoliy demak tropik chiziqlarning o'tkazishining sababi Quyoshning eng oxirgi zenitga kelish chegarasi hisoblanadi. Bundan so'ng Quyosh nuri shimolga yoki janubga yer sharidan o'tib ketmaydi. Mana misol uchun O'zbekiston misolida ko'radigan bo'lsak, O'zbekiston 40-gradus shimoliy kenglikda joylashgan. Hech qachon Quyosh nuri bizda shimoldan tushmaydi. Ya'ni faqatgina janubiy qismdan, sharqdan, g'arbdan tushishi mumkin, lekin hech qachon shimoliy qismdan bizda Quyosh nuri nur sochmaydi. Bu yerda ham aynan shunday. Yil fasllarining almashinishi aynan yerning Quyosh atrofida aylanishi 23 gradus shimolga va 23 gradus janubga tomon aylanishga bog'liq hisoblanadi. Demak, bizda yil fasllari qanday almashinadi desa, aynan mana shu sababni bemalol ko'rsatishlaringiz mumkin. Undan tashqari, bizda yaxshi bilamizki, 66,5 gradusdan shimolda va janubda 66,5 gradusdan qutbiy doira chiziqlari o'tkazilgan. Ularni o'tkazishdan asosiy maqsad nimada desalaringiz, bundan keyin Quyosh nuri bevosita yetib bormaydigan eng so'nggi chegara hisoblanadi. 66,5 gradus. 66,5 gradusdan janubdagi muzliklarni biz Antarktida deb ataymiz, shimoldagi muzliklarni esa Arktika deb ataymiz. Oddiygina misol tariqasida hayvonlardan farqlab oladigan bo'lsangiz, janubda yashaydigani demak pingvin, shimolda yashaydigani oq ayiq. Demak, mana shu muzliklarning hosil bo'lishiga sabab Quyosh nurining eng oxirgi yetib borish chegarasi hisoblanar ekan. Demak, yil fasllarining almashinishi, ularning davomiyligi aynan mana shu hodisaga bog'liq hisoblanar ekan. Demak, boyagi yuqoridagi chizmamizdan foydalangan holda DTM va milliy sertifikat testlarimizda keng qo'llaniladigan savollardan biriga to'xtalib o'tamiz. Ya'ni umumiy ravishda bizga nuqtalar berib qo'yiladi. Misol uchun birinchi yoki ikkinchi, uchinchi ko'rinishda yoki to'rtinchi raqam ko'rinishda umumiy ravishda chizmalar holatida beriladi. Endi bunda biz berilgan sanaga bog'liq ravishda, misol uchun 21-mart sanasi yoki 22-dekabr ularning joylashgan o'rni mana shu holatda ekanligini, o'zgarmas holatda ekanligini biz
milliy sertifikat testlarimizda yodlab qolsak, bizga bu narsa umuman savollardan muammo bo'lmaydi. Keyin qo'shimcha ma'lumot tariqasida bitta narsani aytib o'tishimiz kerak. Ya'ni mana misol uchun 3-yanvar sanasi bu perigeliy hodisasi hisoblanadi. Ya'ni Yerning Quyoshga eng yaqinlashgan sanasi hisoblanib, bunda masofa demak 147 million kilometr masofani tashkil qiladi. Ya'ni Yerning eng Quyoshga yaqinlashgan sanasi hisoblanadi yoki afeliy hodisasi 5-iyun sanamizga, ya'ni mana shu hududlarga to'g'ri keladi. Shuning uchun ham bizda DTM milliy sertifikat testlarimizga tushadigan savollarda aynan nimaga e'tibor berishimiz kerak? Ya'ni 5-iyun sanasiga demak afeliy hodisasining, 3-yanvar sanasida esa perigeliy hodisasining aynan mana shu hududlarga to'g'ri kelishini biz bilsak, savollarimizda umumiy ravishda qiyinchilikka uchramaymiz. Demak, yil fasllarining almashinishi joylashgan o'rniga oid DTM yoki milliy sertifikat testlarimizda mana shunaqangi mazmunda savollar tushishi ehtimoli yuqori hisoblanadi.